Assalomu alaykum. Men Ne'matjonova Mashhura Olimovna. Bugun sizlar bilan hayot xavfsizligi faoliyati asoslari to'g'risidagi o'quv qo'llanmalar bilan tanishamiz. Ushbu o'quv qo'llanmalardan maqsad bolalarning favqulodda vaziyatlarda yong'in, suv toshqini va zilzila vaqtida xatti-harakat qoidalari to'g'risidagi tushunchalarini mustahkamlash, ongli va xavfsiz harakatlanish ko'nikmalarini rivojlantirish. Qo'llanma turli yosh guruhlariga mo'ljallangan bo'lib, 3 dona cho'ntak kitobchadan iborat. Hayot faoliyati asoslari haqidagi o'quv qo'llanmalar to'plami guruh bilan va yakka tartibdagi mashg'ulotlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Tarbiyachi kitobchalarni bolalar bilan birgalikda ko'rib chiqadi va yong'in, suv toshqini, zilzila vaqtida o'zini tutish qoidalari haqida gapirib beradi. Tarbiyachi bolalarga mustaqil ravishda yong'in, suv toshqini va zilzila vaqtida o'zini tutish qoidalari haqida gapirib berishini so'raydi. Biz hozir Sabina bilan birgalikda zilzila vaqtida o'zini tutish qoidalari haqidagi qo'llanmani ko'rib chiqamiz. Sabina, zilzila qanday bo'lishini bilasanmi? Yo'q, demak Sabina zilzila haqida tushunchaga ega emas. Zilzila bo'lgan paytda biz joyimizda jim tursak ham nima qilganga o'xshaymiz? Chayqalganga o'xshaymiz. Demak, yerning qimirlashi bu zilzila deyiladi. Ushbu qo'llanmada hozir sen bilan zilzila bo'lganda o'zini qanday tutish qoidalari to'g'risida tanishib o'tamiz. Sabina, rasmda kimlarni ko'ryapsan? O'g'il bolada, qiz bolada. O'g'il bola va qiz bola, demak rasmda bolalarni ko'ryapsan, to'g'rimi? Bolalar qayerda turishibdi? Lift yonida. Liftni yonida. Zilzila paytida liftga chiqish mumkinmikan? Yo'q. Yo'q, chunki nimaga mumkin emas? Svet o'chib qolsa, bolalar qolib ketadi. Juda ham to'g'ri. Lift elektr tokiga ishlaydi. Agar chiroq o'chib qolsa, bolalar liftda qolib ketib, nima qilishadi? Qo'rqishadi. Juda ham to'g'ri. Zilzila vaqtida o'zini tutish qoidalari juda ham ko'p bo'lib, demak rasmlarda bizga nima qildi? Tushuntirib beribdi. Zilzila vaqtida biz devorga suyanib tushishimiz kerakligi, uyda bo'lganimizda albatta nima qilishimiz kerak? Gazni o'chirishimiz kerak ekan. Derazalardan uzoq turishimiz, chunki zilzila vaqtida derazalar qimirlaganda oynalar nima qilishi mumkin? Sinib ketishi mumkin. Bu bizga juda ham katta xavf tug'diradi. Eshikni ochib, ostonada turib olishimiz kerak. Stol tagiga nima qilishimiz kerak ekan? Yashirinib olishimiz kerak ekan. Demak, ushbu qo'llanmamizda zilzila vaqtida o'zini qanday tutish to'g'risida juda ham ko'p va kerakli qoidalar berib o'tilgan ekan. Sabina, sen bilan zilzila paytidagi o'zini tutish qoidalari bilan tanishib oldik. Endi navbatda yong'in paytida o'zini qanday tutish qoidalari haqidagi qo'llanmani ham ko'rib chiqamiz. Sabina, yong'in asosan qanday kelib chiqadi? Gugurtda bolalar o'ynamashi kerak. Juda ham to'g'ri. Bolalar gurgut o'ynamasligi. Gugurtlar bolalarni qo'li yetadigan joylarda turmasligi kerak. Bundan tashqari bolalar dazmollarni, fenlarni nima qilish kerak emas? Beruxsat ishlatishi kerak emas. Agar uyimizda dazmol yoki fenlar tokdan o'chirilmagan holda tursa, nima qilishimiz kerak? Oyimizga aytish kerak. Oyimizga aytishimiz kerak. Hozir Sabina, mana shu ko'rib turgan rasmlaring haqida gapirib bera olasanmi? Qani, birinchi rasm haqida gapirib berchi. Yong'in chiqqanda nima qilish kerak ekan? Darholda ro'molchamizdan
Burnimizni burnimizda yopib olishimiz kerak. judayam to'g'ri. Demak, yong'in chiqqanda birinchi navbatda darhol ro'molchamiz bilan yoki biron bir mato bilan burnimizni yopib olishimiz kerak. Chunki burnimizdan nafas olganimizda tutun kirsa, nima qiladi? Zaharlanamiz. Demak, yong'in chiqqanda ham nima qilmasligimiz kerak ekan? Liftga chiqmas. Liftga chiqmasligimiz kerak ekan. Yonayotgan narsani qalin mato bilan yopishimiz kerak ekan. Va sen bilan gaplashgandek, elektr jihozlarini nima qilishimiz kerak ekan? Darhol o'chirib qo'yishimiz, elektrdan uzishimiz kerak. Gazni ham o'chirib qo'yishimiz kerak va qo'shnilarimizni, odamlarni nima qilishimiz kerak ekan? Yordamga chaqirishimiz kerak ekan. Barakalla Sabina. Esingda qoldimi? Sen shu haqda o'rtoqlaring bilan suhbatlashganda aytib bera olasanmi? Barakalla Sabina. Tarbiyachi toshqin to'g'risidagi o'quv qo'llanma bilan ham yuqorida ko'rsatilgandek tanishtirib o'tadi va toshqin paytida o'zini tutish qoidalari haqida bolalarni mustaqil gapirib berishlarini so'raydi.